Avstriya dastlab Yevropaning o'rtasidagi kichik knyazliklardan biri edi. Ammo 1200-yillarda hokimiyatga Habsburglar sulolasi keldi. Yevropaning eng qudratli oilalaridan biri. Ular urush emas, nikohlar orqali hududlarni qo'lga kiritishdi. Ularning mashhur shiori Bella Gerantali, tu Felix Austrianab. boshqalar urush qilsin, sen baxtli Avstriya uylan. Shu yo'l bilan Habsburglar Chexiya, Vengriya, Italiya va boshqa ko'plab hududlarni o'zlariga qo'shib olishdi. Aslida Habsburg monarxiyasi yagona davlat emas edi, balki turli qirolliklar, knyazliklar va yerlarning birlashmasi edi. (1700-1800-yillarga kelib Habsburglar o'z yerlarini Habsburg monarxiyasi deb atashardi. Lekin bu hali ham rasmiy davlat emasdi. Har bir hudud o'z qonunlariga ega edi. Shunda sahnaga Napoleon Bonapart chiqadi. U Fransiyada imperator bo'lib Yevropani bosib olishni boshlaydi. O'sha paytda Habsburglardan biri Frans II hali ham Muqaddas Rim imperiyasining imperatori edi. Lekin Napoleon bu tuzumni butunlay buzdi. Shunda Frans II 1804-yilda yangi unvon qabul qiladi. Avstriya imperatori Frans I. U aslida shunday dedi: agar qadimgi imperiya qulayotgan bo'lsa, men o'z imperiyamni yarataman. Shu tarzda Habsburg monarxiyasi endi rasman Avstriya imperiyasiga aylandi. Bu yangi davr markazlashgan va zamonaviy davlatning boshlanishi edi. Ichki muammolar va millatlar o'rtasidagi ziddiyatlar. Avstriya imperiyasi juda katta edi. U Chexiya, Slovakiya, Vengriya, Italiya, Xorvatiya, Bosniya, Ruminiya va boshqa hududlarni o'z ichiga olgan. Biroq muammo shundaki, bu yerda o'nlab turli millatlar yashaydi. Har biri o'z tilida so'zlashar, o'z madaniyatiga ega edi. Shu sababli imperiyada ichki norozilik tobora kuchayib bordi. Ayniqsa, vengrlar biz ham tengmiz deb talab qo'ya boshlashdi. 1848-yilgi inqiloblar. 1848-yilda butun Yevropada inqiloblar to'lqini ko'tarildi. Vengriyada ham xalq qo'zg'olon ko'tardi. Ular Avstriyadan ajralmoqchi edi. Avstriya armiyasi bu qo'zg'olonni bostirdi, ammo vengrlarning noroziligi yo'qolmadi. Ular imperiya ichida haqiqiy mustaqillikni xohlashdi. Avstriyaning zaiflashuvi. 1859-yilda Avstriya Italiya bilan urushda yutqazdi. Keyin 1866-yilda Prussiya bilan jang qilib yana mag'lub bo'ldi. Bu yengilishlar Avstriyani siyosiy jihatdan zaiflashtirdi. Ichkarida esa vengrlar tobora bosim o'tkazib, yo siz bilan teng bo'lamiz, yo sizdan ajralamiz deyishardi. 1867-yilgi kelishuv. Avstriya-Vengriya imperiyasi. 1867-yilda imperator Frans Iosif I va vengr siyosatchilari murosaga kelishdi. Bu Avstro-Vengriya kompromissi deb atalgan. Uning asosida imperiya ikkiga bo'lindi. Bir tomonda Avstriya, ikkinchi tomonda Vengriya. Har biri o'z hukumati va parlamentiga ega bo'ldi, lekin tashqi siyosat va armiya bitta edi. Shu tariqa Avstriya-Vengriya imperiyasi dunyoga keldi. Imperiyaning oxiri. Avstriya-Vengriya imperiyasi 50 yil davomida Yevropaning markazida kuchli davlat bo'lib turdi. Lekin Birinchi jahon urushi hamma narsani o'zgartirdi. 1818-yilda urush tugagach, imperiya parchalanib ketdi. Avstriya-Vengriya imperiyasi kuch bilan emas, siyosiy murosa orqali yaratilgan edi. Ammo tarix yana bir narsani ko'rsatdi. Turli millatlar birlashgan davlat, agar adolatli boshqarilmasa, baribir ajraladi.